Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi yangi pechkamiz. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on Zarkinga o'rnatib berdik. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli. Ikkita xonani bemalol isitib beraveradi. 3,5 ga 5 xonalar ikkitasini. Yoqib sinaganmiz. Orqa ko'rinishi xizmatlar vodiy bo'ylab alohida nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma yo'lni o'zimizga borib o'rnatib yoqaveramiz. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsa obuna bo'lasizlar. Oldindan ko'rsatib qo'yamiz. Old ko'rinishi. Yoqib sinab qo'yganmiz. Ko'rinishi. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar. Sinchli ekan. Yakkasincha ekan. Devorimiz qalinligi 20. Shuning uchun mana birimiz chiqib qolmoqda. Asta mo'ra olib chiqib ketdik. Ochib qo'ysangiz ham tushundim. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga like bosib, podpisa qilib. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.